To'g'risini aytish kerak, men bu mashinani olmagan bo'lardim. Chunki men Yandex qiladigan bo'lsam, chiroyli mashina ekan deb olib ketavermaysan-ku. Ya'ni bu yerda o'tirib olib bidir qilaveradi. Lekin mashinaga haydovchidek qarashni bilish kerak. Svarka bo'lgan joylari juda kam, asosan germetika bilan yopishtirilgan. Tuning qilsa lekin yonadi. Lekin sal qolgan avariya bo'lib ketishimizga. Idealniy mashina. 10X da bu narsa yo'q. Sizlar uchun bugun avtoshovozda maxsus Chevrolet Onix. Chevrolet Onix. Sizlar bilan bu videoda bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Shaxsan menga ham qiziq, sizlarga ham qiziq. Chevrolet Onix o'zi qanaqa mashina? Mashinani plyus taraflari va albatta minus taraflari. Bu mashina kimlarga tavsiya qilinadi, kimlarga umuman tavsiya qilinmaydi? Tayyor bo'lsanglar like bosib qo'yinglar, biz boshladik. Chevrolet Onix 2026-yilda O'zbekistonda eng shov-shuvli bo'lib turgan mashinalardan bittasi. Nima uchun shov-shuvli? Chunki avtosalonlarda bu mashinalar narxlari tushdi. Mashinalar bo'lib to'lash usuli bilan, ya'ni rassrochkaga berilyapti. O'z-o'zidan bu narsa ko'pchilikni qiziqtiryapti. Ikkita savol bor odamlarda. Nima uchun mashina narxi tushib ketdi? Birinchi, odamlarning xayoli mashina sifatsiz chiqqani uchun narxi tushib ketdi. Yo'q, mashina sifatsiz chiqqani uchun emas, sifatsiz chiqdi deb aytib bo'lmaydi bu mashinani. Hozirgi kundagi bozor talabi, ya'ni O'zbekiston mashina bozorida mashina ishlab chiqarish ko'paydi. Ya'ni mana BYD, Kia, Chery, Haval, undan boshqa har xil turlar chiqyapti. Plus ular ham shu narsani qilyapti, ya'ni rassrochka bo'lib to'lash uchun mashinasini beryapti. JM ham xuddi shunaqa, shu raqobatda mashinalarning tan narxini tushirib, bo'lib to'lashga mashinalarni beryapti. O'shaning uchun sizlarni qiziqtirayotgan narsa, ya'ni Chevrolet Onix o'zi qanaqa mashina? Olsa bo'ladimi, yo'qmi? Shularga qo'ldan kelgancha avtoshovoz usulida xolis fikr beraman. Xullas, mashinamiz o'zi kimlarga tavsiya qilinadi? Diqqat bilan eshiting. Onix mashinasi hayoti davomida endi chiqqan mashinalar Nexia 1, Nexia 2, Spark, Cobalt, Gentra, Nexia 3 haydagan insonlar uchun idealniy mashina hisoblanadi. Nima uchun idealniy? Elektronikasi ularga qaraganda mukammal, mashinaning aerodinamikasi, ko'rinishi ularga qaraganda chiroyliroq. Plusi mashina ancha shustri shahar ichida yurganda, ya'ni manevr qilishga. Shuning uchun siz hayotingiz davomida GM ishlab chiqargan mashinalarni haydagan bo'lsangiz, ya'ni qaysilar boya aytganda o'sha Nexia, Cobalt, Gentra, Onix siz uchun bir idealniy yangilik bo'ladi. Ulardan haqiqatda zo'r tan olish kerak, chunki men o'zim 5-6 oy davomida shu mashinani haydaganman, yangi chiqqanda olganman bu mashinani. Bu maqtash yoki reklama qilish emas, xolis fikr. Kimlarga tavsiya qilinmaydi mashina? Mashinani kimlarga tavsiya qilmayman? Juda ham yuqori klassik mashina haydaganlarga, elektromobillar haydagan, BYD, Tesla, Zikr haydagan odamlarga men umuman tavsiya qilmayman. Chunki bu mashinaga siz o'tirganingizdan keyin mashinani faqat aybini qidirishni boshlaysiz. Bu mashina siz uchun emas. Endi ketdik mashinani plyuslari. Mashinaning plyusi, birinchisi tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli. Endi juda ham demayman-ku. Nexia 3 Cobalt Gentraga qaraganda mashinaning tashqi ko'rinishi, aerodinamikasi, tuzilish, kuzov qirralari alohida vid beradi. Bilinadi, mashina уже zamonaviy ko'rinadi. Bu mashinaning birinchi plyusi. Nimagaki, уже Cobalt, Nexia 3 Gentrani qo'yib qo'yib, Onix qo'yib qo'ysa, ko'pchilikning diqqat e'tiborini Onix o'ziga tortadi. Chunki ko'rinishi juda ham chiroyli. Bu mashinaning birinchi plyusi. Ikkinchi plyusi motor zamonaviy. Ya'ni qanaqa turbina motori 1.2 bo'lgan bilan 1.2 da adashmasam 1.2 turbo, 1.2 turbo bo'lgani uchun turbinaning hisobiga ot kuchi juda ham yuqori. Bunaqa ot kuchi Nexia 3 Cobalt Gentrada yo'q. Buni plyusi motori kichkina, ot kuchi yuqoriligi. Bu ikkinchi plyusi. Mashinaning uchinchi plyusi kichkina-yu, lekin uje Nexia 3 Cobalt Gentrada yo'q bu narsa, ruli elektronniy. Elektronniy bo'lganda ham qanaqa elektronniy? Juda ham yumshoq. Rul nihoyatda yumshoq, lekin shu yumshoqligiga qaraganda yurishlari shunaqa zo'r mashinani, shu o'zim aytganman-ku. O'zim Nexia 3 Cobalt Gentra haydaganman-da.
undan keyin 10x haydaganimdan keyin men to'g'risini aytaman, uje qaytib Nexus, Gentra, Cobalt haydasangiz umuman boshqa mashinani haydayotgandek bo'lib qolasiz. Nimagaki, ularning ruli og'ir tuyulib qoladi. Endi bu juda katta plyus demayman, lekin shu mashinalarga qaraganda ruliga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. 4-plyusi, bu narsani yuqorida aytib o'tib ketdim, mashinaning aerodinamikasi shustri juda. Ayniqsa shahar ichida u yoqdan bu yoqqa yurishga vobshe shustri. Buni haydagan odamlar biladi, chunki men o'zim ham haydab ko'rib shu narsani sezganman. Bu mashina birinchi mashinani haydash bilan pravani olib turib, haydashni o'rganib, birinchi mustaqil mashina olib haydayman dedi, o'sha odamlar uchun zo'r. Nimaga? Mashinani aerodinamikasi, orqaga, oldinga yoki razvorot qilayotganingizda, burilayotganingizda, mashinani parkovka qilayotganingizda sizga rosa yordam beradi. Misol Cobalt'da biqinlari bor-da, mashinani zadniga yurayotganda sal qiynalish mumkin. Birinchi haydayotgan yoki yangi shoferlar oddiy qilib aytganda. 10xda bu narsa yo'q. 10xda mashinaning aerodinamikasi shunaqaki, o'sha o'tirganingizdan keyin salonga o'sha labovoydan, bakovoylardan o'sha hamma yoq ko'rinib orientir olishingiz oson. Bu yana bitta plyusi. 5-plyusi 10xsi elektronikasi Nexus, Cobalt, Gentraga qaraganda ancha mukammalroq qilingan. Ya'ni salon ichidagi displeyi o'zining funksiyalari, mashinani pavorotning bakovoylarida datchiklari borligi, undan tashqari oldi orqa yurganda sezadigan, chiyiladigan datchiklari borligi bu zo'r. Chunki zavodskoy chiqadi bu mashinada. Aytganimdek, Nexus, Cobalt, Gentraga qaraganda elektronikasi ancha o'sha yuqorilagan. Yana bir zo'ri, o'sha elektronika sizga bo'lar-bo'lmasga muammo keltirmaydigan qilib qilingan. Olasiz, maza qilib haydaysiz. Endi an'anamizga muvofiq, ya'ni avtoshovoz an'anasiga muvofiq mashinani 5 plyusini sanadim. Endi siz uchun mashinani 5 minusini sanaymiz. Bu 5 minusi zavod bergan xarakteristika emas, shaxsan o'zim haydab ko'rib, o'zim topgan minuslari. Mo'j siz bundan ko'p narsani bilsangiz kerak. Bilsangiz, kommentariyada bemalol yozib keting. Mana shu minusini aytmadingiz yoki mana shu plyusini aytmadingiz desangiz, biz o'rganib chiqamiz buni. Bizga ham qo'shimcha bo'ladi. Kommentariyaga kirib o'qiyotganlarga ham foydali yana maslahat bo'lib qoladi. Tak, kommentariyada fikrlarni yozamiz. Endi mashinani minusi. Mashina qanchalik chiroyli bo'lgan bilan, qanchalik shustri bo'lgan bilan, lekin metali yupqa. Metali yupqa va yumshoq. Bu narsa bo'yicha ko'p ijtimoiy tarmoqlarda videolar chiqib ketdi. 10xsi orqa bamferlari yechilgandan keyin shuna jimjiron o'zi qiyshaytirib qo'yishganlari bormi? Apshipkalar yechilganda germetikalarni orasidan dars ketib bo'linib qolganlari bormi? Tan olaman, metal nihoyatda yupqa va nihoyatda yumshoq. Bu bitta minusi mashina. Ikkinchi minusi yoqilg'i sarfi. Turbina motor bo'ladimi, atmosferniy motor bo'ladimi? To'g'ri, uzoq yo'lga yurganda motor qiynalmaydi, benzin kamaydi. Bu o'zi hamma mashinada shunaqa. Uzoq yo'lga yursangiz, o'zi mashina ko'p rasxod qilmaydi. Endi biz shahar sharoitida Toshkent probkalarda haydaganimiz uchun aytaman, 10x ekonomishniy mashina emas, rasxodi ko'p. Gazni qanchalik bossangiz mashina yuradi, lekin shunga yarasha rasxodi ham katta. Bu aytilgandagi 7 ta 8 ta emas, yo'q. Shu 10 taning tepasini hisobini olasiz. Mazaq haydayman desangiz mashinani. Bu ikkinchi minusi mashina. Uchinchi minusi narxiga qaraganda Nexus, Cobalt, Gentradan qimmat, lekin shu narxga yarasha mashinaning shum izolyatsiyasi yo'q. Arzimagan eshigini yechsangiz, katta eshikda shundoq qilib shum izolyatsiya bo'ladi. Bu to'g'risini aytaman, kulgili narsa. Boshqatdan shum izolyatsiya qildirishga majbur bo'ladi olgan odam, chunki metal yupqaligini hisobiga ichkariga shum juda ham qattiq kiradi. Bundan keyingi minusi mashinaning plastiklari juda ham qattiq. Qattiq bo'lganda qanaqa? G'irchillash ko'p salonning ichida. Boshida haydayotganingizda bilinmaydi bu narsa. Uje sal vaqt o'tgandan keyin salonda uje plastiklar g'achir yoki tiqir narsa boshlanadi. Bu narsa ko'p 10x haydaydigan odamlarning asabini buzadi. Shuma izolyatsiyasi yaxshi emasligidan yana bitta minusi plastiki sifatli bo'lmaganida. Chunki ichi pashti hamma yoq plastik. Yana bitta minusi, ko'pchilik 10x haydaydigan odamlardan ham so'radim. Men shaxsan o'zim buni boshimdan o'tkazganman. Hadavoyi unaqa yumshoq emas 10x. To'g'ri, shahar yo'llarida zo'r yurishingiz mumkin, lekin uzoq yo'llarda hadavoyi sal jo'skiyligini sezasiz. Bu siz uchun 5-minus. Endi videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like sizdan. Fikrlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Agarda qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir takliflar bo'lsa yoki meni qaysidir gapim sizga yoqmagan bo'lsa, kommentariyada izohlaringizni yozib keting. Tak.
Mashinani men kimlarga maslahat beraman? Bu bo'yicha gapirib o'tdim. Mashinani xarakteristikasini qisqacha yana bir tushuntirib o'taman. Mashina yosh va tezkor. Ya'ni yosh, tez yuguradi. Faqatgina yana bitta sizga aytadigan tavsiyam, tez yurar ekan, yengil ekan yoki ko'rinishi chiroyli ekan deb emas mashinani. O'zingizni imkoniyatingizga qarab turib olishni maslahat beraman. Bu degani men rassrochkaga yoki nasiya savdoga qarshilik bildirib boshqa narsa yo'q. Prosta bitta narsani hisobini olish kerak o'rtoqlar. Aniq oyligingiz, borib keladigan tayyor ish grafikingiz bo'lib turib, olsangiz bu пожалуйста, bilinmaydi, yopilib ketadi. Lekin doimiy daromadga ega bo'lmasdan turib, men bu mashinada kira qilib turib yoki Yandex qilib turib pulini yopib tashlayman degan fikr bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani olmay qo'yavering. Chunki bo'lmaydi. Siz o'ylayotgan narsa bilan yopib bo'lmaydi. Nimaga? Kira qilib birinchidan oila boqish, mashinani rasxodlarini ko'tarish, plus siz kredit yoki o'sha rassrochka olingandan keyin to'lovni qilishingiz kerak, to'lovni. 10x bilan siz bu narsani qila olmaysiz. Men sizga 100% garantiya beraman, 10x bilan qila olmaysiz. Nima uchun? Birinchidan 21-asr hozir birinchi yarim yilligi pashti tugadi, ikkinchi yarim yilligi boshlandi, ya'ni 2026-yil boshlangan. Hozirgi davr elektr energiya davri, ya'ni elektromobillar davri. Bu benzinda harakatlanadigan mashina. Mayli propan qo'yarsiz, metan qo'yarsiz, lekin ertaga uzog'i 100 minggacha zo'r yuradi bu mashinalar. 100 ming. 100 mingdan keyin ish chiqishni boshlaydi. Motorda ham, xadavoyda ham, salonda ham. 3 yilga bo'lib to'lashga oladigan bo'lsangiz, bu 100 ming kilometrda qutulish sal qiyinroq. Chunki Yandex narxlari tushib ketgan O'zbekistonda, Uklon ham narxlari kundan kunga tushib yotibdi. Metan qo'yaman desiz, qishda muammo, propan qo'yaman desiz, ahvolni ko'ryapsiz. Agar benzinda yuraman deydigan bo'lsangiz, 10 tadan u yog'i rasxod. Siz uchun xolis fikrlar Avtoshovvozda biz bilan bo'ling. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, sразу podpiskani bosib qo'ying. Shunaqangi xolis fikrlarni siz uchun berib boramiz. Qo'limdan kelgancha yuragimdan chiqarib sizlarga gapirib berdim. Kam ko'stiga rozi bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, yoqmagan bo'lsa kommentariyada izohinglarni yozinglar. Siz uchun keyingi mashina qaysi bo'lsin? Rahmat hammalarga.